Amerika Qo'shma Shtatlari, Isroil va Tramp. Vyetnamdan Afg'onistongacha soxta erkinlik ortida ko'milgan millionlab begunohlar. Shu bugungacha Amerika o'zini ozodlik bayrog'i ostida dunyo kezgan qahramon sifatida ko'rsatdi. Ammo u ko'rgan har bir o'lka, Vyetnam, Afg'oniston, Iroq bugun xarobazorga aylangan. Vyetnamda qo'llanilgan kimyoviy moddalar tufayli hali ham nogiron bolalar tug'ilyapti. Agent Orange ozodlik emas, yovuzlikning yangi yuzi edi. AQSh Afg'onistonga demokratiya olib kelaman degan edi. 20 yil Afg'onistonda qolib ketdi. Ortidan qorong'ilikni qoldirdi. Tolibon g'oyasidan ham yomonrog'i umidsizlik, vayronalik, ocharchilik va umumbashariy iztirob egalladi bu yurtni. Iroq esa so'nggi umidlariga chang solingan xalq. AQSh ommaviy qirg'in qurollari bor dedi, lekin topilmadi. Ammo odamlar o'ldi. Amerika har safar urush tugaganda o'z askarlarini bayroq bilan o'rab uyiga olib qaytadi. Lekin u bosib kirgan yurtlarda bayroqni ko'tarishga odam qolmaydi. Bani Isroil yoxud yahudiylar naqadar qasos bilan to'yintirilgan avlod yetishtirmoqda. Falastin yurakning yirtiq yarasi. Isroil har kuni bu jarohatga yangi o'q tiqmoqda. AQSh esa unga dorixonadek qurol yuboradi. G'azo osmonidan tushayotgan bombalar falastinlik bolaning onasini, otasini, bolaligini ko'mmoqda. Har bir dafn yangi bir qasos bilan tug'ilgan avlodning boshlanishi. Ular duo qilmaydi, ular qaror qiladi. Men ham otam uchun o'ch olaman deya. Isroilning arab dunyosiga qarshi yuritgan agressiyasi nafaqat harbiy hujum, balki insoniyatga qarshi ochiq dushmanlikdir. Isroil har bir o'ldirgan bolani yutqazdi deb o'ylaydi. Yo'q, u har safar bir shahidni yaratadi, bir jasoratni tug'diradi. Bu dushmanlik aslida Ibrohimning ikki farzandi o'rtasidagi urush emas. Bu fitna, bu insonlikning tanazzulidir. Ibrohim ikki o'g'lini duo qilgan, biri Ismoil, biri Ishoq. Ammo bugun Ishoqning izdoshlari Ismoilning o'g'illarini yo'q qilmoqda. Allohdan qo'rqmaydigan, tarixdan uyalmaydigan, vijdonini yo'qotgan siyosat bu. Musulmon olami bu nafratni unutmaydi. Chunki ularning yuragi qabr bilan yashaydi. Har bir ko'milgan jasad yashirin o'ch, har bir yetim tirik o't. Donald Trump dunyo maydonida yolg'onning tirik timsoli. Donald Trump bu siyosatchi emas, spektaklchi edi. U prezidentlik kursisini shou sahnasiga aylantirdi. Uning nutqlari haqiqat emas, montaj. Uning qarorlari xalq uchun emas, bozor uchun edi. U dunyoni aldadi. Na demokrat edi, na davlat arbobi. U kapitalist edi. Foydani burchdan ustun qo'ydi. Uning davrida inson huquqlari reklama bayoni, demokratiya sarmoya logotipi, BMT esa keraksiz tashkilot sifatida tasvirlandi. Trumpning siyosati aslida jamiyatga aytgan ochiq gap edi. Pul insondan ustun. U nafratni qonuniylashtirdi, irqchilikni ochiq qo'lladi. Xolislikni esa xavf deb talqin qildi. Dunyo unga qarab turib o'zini ko'rdi. Kapitalizm demokratiyani yeb qo'ygan edi. Donald Trumpning prezidentlikka kelishi bu tizimning inqirozidir. AQSh liberal tizimi xalq kuchi emas, pul kuchiga aylanganligining tirik isbotidir. Bu faqat amerikaliklar fojiasi emas, bu butun dunyo uchun ogohlantiruvchi qo'ng'iroq. Xulosa, Amerika qayerga borsa, orqasida xaroba, qonga belangan bolalik va charchagan yuraklar qoladi. Isroil bayrog'i xilpiragan yerda ayollar yig'lashi eshitiladi. Trump kabi shaxslarning kuchga chiqishi esa bu dunyo qonunlari qanchalik sotuvga qo'yilganini eslatadi. Bugungi geosiyosat bu haqiqat bilan kurashayotgan haqiqat emas, bu yolg'on bilan bezatilgan shafqatsizlikdir. Ammo har bir yozilgan haqiqat kelajakda kurashishga ilhom bo'ladi. Yagona tasallim yozish, zero yozish men uchun yagona kurash shakli.